Günümüz shundan iboratki, mana bolajonlar bilan 5 kishi. mana shu daftarga kim ism familiyasini va tug'ilgan yil sanasini yozsin. Men 10 gacha sanayman. Ha, Azizbek sen kattasan, sen boshlab berasan. 10 gacha sanayman. 10 gacha sanagunimcha agar yozsang, sovg'amiz bor. 1 2 3 ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geldi. İkide yazdık. Endi Sevinch senga navbat. Appa. Qilmayman, iltimos. Qayerdan yozim? Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Men bu ham ikkita, yaxshi. Endi Hayot sen yoz. Bu Yoza olasanmi? Yozamayapti. Raqamlar yozib bersanmi? 1 2 lar. Birdan 10 gacha yozib ber. Bog'chadagilar yoziladi. 1 2 raqamlar yoza olasanmi? Mana yozchi? bir qator yoz. Ha, 1 2 3. 1 2 deb yozchi. Yoz. 1 deb bilasana. 1 deb 1 2 yozchi. Ha, 1 yana yoz. 2 3 4 5 Mana harfini. Nechta yozasan? To'xtamasini yozib beraman. Aqoq. 1 mana yozib berdim. 2 yoz. 2 taydan yoz. Xo'p, yozibdim. 4 Sen nulaviga boramisan? 4 Qayerga yozasan? Ha, bo'ladi mayli-ki. Endi Lola sen yoz. Nima? Shu ism familiyangiz? Sanayman 10 gacha. Kimisini yozing, qani? Endi Lola yozsin. Ana rechka. Ha, farqi yo'q. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, 5 ta qilib beraman. 6, 9 ming. 7, 8, 9, 10. Ikkita yozing. Hali sen raqamlarni bilasanmi? Bilmayman. Bilmaysanmi? Bittagina beni yozsin. Beni qanday yozadi? Berdi deganim. Ha, buni bilmaysan. Bilaman. Hatta yozchi mayli, Ikkini bilganing. bilakan. Ikkini. Ha, mayli. Ikkini bilakan. Ikkita Nima? 2 yoz. Ikkita 2. Mana yonida. Ha, bo'ldi mayli-ki. Buni qanaqa yoz? Ha, ana shu chiziqlarga neysan. Ha, mayli-ki, bog'chaga borasan. Nechaga kirasan, Solixa? 5 ga. 5 ga. Senchi Hayot? 6. Ha. Mana sovg'amiz. Mana-ki. Bularni. Buni bilasizlar nimaligini? Bularni. Ichida 8 so'm. Ha. Endi ichidagi nechtaligini bilmadimmi, Hayot? Men mana yozdim. Ha. Mana Solixa. Bu safar yana yozishni o'rgandik, xo'p? Maylimi? Mana, bunday qilaverasizlarmi? Zo'r bilamiz. Ha, Hayotdan bilik. O, Solixaniki zo'r. Men har doim qilaman. O'yinimiz yoqdimi? Ha. Yana o'ynaymiz, xo'p? Tayyorgarlik ko'ringlar yana boshqa o'yinlarga.